Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim ko'pchilikning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiya yana o'shishi va ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun ikkinchi bosqich qanday tartibda qo'llanishi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar, balki pensiyaga chiqish arafasida turganlar, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlar, rasmiy ishlayotgan pensionerlar va norasmiy ishlayotganlar uchun ham juda muhim. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimning pensiyasi oshadi? Kimniki darhol oshmasligi mumkin? Ishlayotgan pensioner nimaga alohida e'tibor berishi kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi pulingiz noto'g'ri hisoblanib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham tejaydi. Avvalo eng asosiy narsani tushunib olaylik. Pensiya o'sishi deganda odamlar ko'pincha hammaning pensiyasiga bir xil summa qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday emas. Pensiya miqdori har bir odamda alohida hisoblanadi. Kimning ish staji ko'p, kimning rasmiy oyligi yuqori bo'lgan, kim imtiyozli toifaga kiradi, kim nogironlik pensiyasi oladi, kim boquvchisini yo'qotganlik esa qiladi. Bularning hammasi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ilgari ko'p pensionerlar, ayniqsa ishlayotganlar o'z pensiyasi nega boshqalarnikidan kam yoki ko'p oshganini tushunmay qolardi. Masalan, bir kishi qo'shnimga 200 ming so'm qo'shilibdi, menga esa 1,5 ming so'm qo'shildi. Nega deb so'raydi. Javob shuki, oshirish tartibi bazaviy miqdor, pensiyaning hisoblangan qismi, ustamalar, kompensatsiyalar va ayrim hollarda ish faoliyati davom etmayotganiga qarab farq qiladi. Endi 1 avgustdan boshlab asosiy e'tibor ishlayotgan pensionerlarga ham qaratilyapti. Nega bosqich deganda men bu yerda shuni nazarda tutyapman. Pensiya oshirilishining umumiy mexanizmidan tashqari ishlayotgan fuqarolarning rasmiy daromadlari, to'langan ijtimoiy soliq yoki sug'urta badallari, mehnat shartnomasi bo'yicha faoliyat va pensiya qayta hisob kitobi masalasi yanada dolzarb bo'ladi. Ya'ni pensioner odam ishlashda davom etsa, uning ish faoliyati hujjatlarida to'g'ri aks etishi kerak. Aks holda keyinchalik pensiyani qayta hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Oddiy qilib aytsam, avval odam pensiyaga chiqdi, keyin yana ishlayapti. U baribir pensiyam tayinlangan, endi ish stajimning nima ahamiyati bor deb o'ylamasligi kerak. Rasmiy ishlayotgan pensionerning keyingi mehnat faoliyati ham ayrim hollarda pensiyani qayta ko'rib chiqishda, qo'shimcha huquqlarni aniqlashda yoki tizimdagi ma'lumotlarni to'g'rilashda muhim bo'lishi mumkin. Asosiy qism 1. Kimlar uchun muhim, kimlar xavotir olish kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi toifa. Yoshga doir pensiya olayotgan va hozir ishlamayotgan pensionerlar. Agar siz pensiyaga chiqqansiz, hozir hech qayerda rasmiy ishlamayapsiz, pensiyangiz har oy plastik kartaga yoki naqd shaklida kelib turibdi. Unda 1 avgustdan pensiya oshishi bo'yicha siz odatda alohida ariza yozmasligingiz mumkin. Ko'p holatda oshirilgan miqdor avtomatik hisoblanadi. Lekin bu umuman tekshirmay qo'ya qoling degani emas. Men har doim pensionerlarga shuni aytaman. Pensiya kelgandan keyin summani oldingi oy bilan solishtiring. Agar oshish bo'lishi kerak bo'lsa-yu, lekin summada o'zgarish bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Masalan, Karim ota 68 yoshda, 35 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. U hozir ishlamaydi. Yil oyida 1 million 200 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, avgustdan oshirilgan tartib qo'llangach, uning pensiyasi ma'lum foiz yoki belgilangan tartib asosida ko'payadi. Bu ko'payish aynan uning pensiya turiga, hisoblangan miqdoriga va qo'shimcha ustamalariga bog'liq bo'ladi. Agar u avgust oyida ham aynan 1 million 870 ming so'm olsa, demak tekshirish kerak. Balki to'lov sanasi, texnik kechikish, ma'lumotlar bazasidagi yangilanish yoki hisob-kitobda xatolik bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, ishlayotgan pensionerlar. Mana bugungi mavzuning eng muhim joyi shu. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Kimdir maktabda qorovul, kimdir shifoxona hamshira, kimdir korxonada mutaxassis, kimdir bozorda rasmiy yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritadi. Ular uchun savol bitta. Men ishlasam, pensiyam kamaymaydimi? Oshirilgan pensiyani to'liq olamanmi? Ishlayotganim uchun menga alohida cheklov bo'ladimi? Hozirgi tartibda eng muhim narsa sizning ishlashingiz rasmiy bo'lishi va ma'lumotlar elektron tizimda to'g'ri ko'rinishi.
Agar siz mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni mehnat uz tizimiga kiritgan bo'lishi kerak. Oyligingizdan soliqlar to'lanayotgan bo'lishi kerak. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, faoliyatingiz ro'yxatdan o'tgan va to'lovlaringiz tartibli bo'lishi kerak. Shunda kelajakda men ishlaganman, lekin tizimda ko'rinmayapti degan muammo kamayadi. Masalan, Gulnora opa 60 yoshda pensiya oladi, lekin maktabda kutubxonachi bo'lib yarim stavkada ishlaydi. Uning oyligi 20 million 200 ming so'm. Pensiyasi esa 20 million 700 ming so'm. 1 avgustdan pensiya oshirilganda, u ham pensiyasidagi umumiy o'sishdan foydalanishi kerak. Ammo agar maktab buyrug'i bor, lekin elektron mehnat tizimida ma'lumot kiritilmagan bo'lsa, keyinchalik staj yoki daromad bo'yicha qayta hisoblashda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun Gulnora opa ish beruvchidan meni rasmiy tizimda tekshirib bering deb so'rash kerak. 3-toifa. Pensiyaga chiqish arafasida turgan ishlovchilar. Bu odamlar ham juda ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 59 yoshda, ayol kishi 54 yoshda bo'lsa, yaqin 1-2 yil ichida pensiya hujjatlarini tayyorlaydi. Ular hozirdan ish staji, oylik ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, elektron mehnat yozuvlari, arxiv ma'lumotlarini tekshirib qo'yishi kerak. Chunki pensiya tayinlanayotganda bir joyda 5 yil ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Buni hujjat tasdiqlash kerak. Masalan, Baxtiyor aka 1998 yildan 1996 yilgacha zavodda ishlagan. Lekin zavod yopilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan. Agar u pensiya chiqishdan bir oy oldin yugurishni boshlasa, arxivdan ma'lumot olish kechikishi mumkin. Natijada pensiya kamroq tayinlanadi yoki vaqtincha hisob-kitob to'liq bo'lmaydi. Shuning uchun men bunday fuqarolarga kamida 6 oy oldin tayyorgarlik ko'rishni maslahat beraman. 4-toifa. Nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisining yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ular ham oshishdan manfaatdor bo'lishi mumkin, lekin ularning tartibi yoshga doir pensiyadan farq qiladi. Nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi qaramog'idagi shaxslar soni, o'quvchisini yo'qotganlik holatida farzandlarning yoshi va o'qish holati muhim. Masalan, talaba farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato, pensiyam avtomatik oshadi. Demak, hech narsa tekshirish shart emas degan fikr. Ko'p hollarda oshirish avtomatik bo'ladi. Lekin avtomatik tizimdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, natija ham to'g'ri chiqadi. Agar sizning familiyangizdagi harf xato kiritilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, tizimda noaniqlik bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, ishlayotgan pensionerning ish beruvchi bilan og'zaki kelishib ishlashi. Masalan, sizga naqd beramiz, rasmiylashtirmaymiz deyshadi. Pensioner ham menga pensiya bor, mayli deb rozi bo'ladi. Lekin keyin muammo chiqadi. Rasmiy staj ko'paymaydi, daromad ko'rmaydi, mehnat huquqlari himoya qilinmaydi. Eng yomoni, ish joyida baxtsiz hodisa bo'lsa yoki nizo chiqsa, odam o'z huquqini isbotlashda qiynaladi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar uchun birinchi qo'yda rasmiy ishlang, hujjat bilan ishlang, mehnat shartnomangiz bo'lsin. 3-xato, pensiya miqdorini faqat qo'shnining pensiyasi bilan solishtirish. Men amaliyotda juda ko'p ko'raman. 2 odam bir mahallada yashaydi. Ikkalasi ham 65 yoshda, lekin biri 2 million 400 ming so'm, ikkinchisi 20 million 700 ming so'm oladi. Buning sababi ko'p bo'lishi mumkin. Birining staji ko'proq, birining oyligi yuqoriroq bo'lgan, biri imtiyozli sharoitda ishlagan, birida qo'shimcha ustama bor. Boshqasida ayrim hujjatlar yetishmagan. Shuning uchun hammaniki bir xil o'shishi kerak degan fikr noto'g'ri. 4-nozik jihat, qayta hisob-kitob masalasi. Pensiya tayinlangandan keyin ayrim hollarda fuqaro qo'shimcha hujjat topib keladi. Masalan, arxidan 7 yillik ish staji tasdiqlandi yoki yuqori oylik olgan davr bo'yicha ma'lumotnoma topildi. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyani qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Lekin hujjatning shakli, muhrlari, arxiv ma'lumotining to'g'riligi juda muhim. Oddiy qog'ozga yozilgan falonchi ishlagan degan tasdiq yetarli bo'lmasligi mumkin. 5-nozik jihat, bank kartasi va to'lov sanalari. Ko'p pensionerlar pensiya bir kun kechiksa ham xavotirga tushadi. Ba'zan oshirilgan pensiya hisob-kitobi sabab to'lovlar hududlar bo'yicha bosqichma-bosqich tushadi. Lekin agar pensiya umuman kelmasa, karta bloklangan bo'lishi,
Bank rekvizitlari o'zgargan bo'lishi yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotda muammo bo'lishi mumkin. Bunday paytda bankka ham pensiya jamg'armasiga ham murojaat qilish kerak. 6-chi nozik jihat xorijga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya to'lovlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Yashash joyi, ro'yxat, shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma orqali pul olish kabi masalalar tekshiriladi. Shu sababli chet elda yashayotgan yoki uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar oldindan pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olishi kerak. 7-chi muhim masala pensiya yoshiga yetgan, lekin ishlashda davom etayotgan odamlar. Ba'zi fuqarolar hozir pensiyaga chiqmay turay, keyin ko'proq bo'ladimi deb o'ylaydi. Bu individual masala. Kimdadir qo'shimcha staj yig'ish foydali bo'lishi mumkin, kimdadir esa hujjatlar tayyor bo'lsa, pensiyani o'z vaqtida rasmiylashtirish ma'qul. Chunki pensiya tayinlashda murojaat sanasi ham ahamiyatli bo'ladi. Kechikib murojaat qilgan odam ayrim to'lovlarni yo'qotib qo'yishi mumkin. Shuning uchun kutib turaman degan qarorni hujjatlarni tekshirtirmasdan qabul qilmang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni tekshiring. Iyul oyida qancha olgansiz, avgust oyida qancha tushdi, farq qancha yozib qo'ying. Agar ota-onangizning pensiyasini siz tekshirayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi bilan bank ilovasidan yoki SMS xabarlardan summani ko'ring. Ko'p odamlar aniq raqamni bilmaydi, faqat ko'payganga o'xshaydi deydi. Raqam bo'lmasa, xatoni isbotlash qiyin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana oladiganlar my.gov.uz orqali murojaat yuborishi mumkin. Murojaatda shunday yozing: mening pensiyam 1 avgustdan oshirilgan tartib bo'yicha to'g'ri hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Pensiya ish hujjatlarimdagi staj va daromad ma'lumotlarini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 3-qadam. Ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy ma'lumotlarni tekshirtiring. Kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Men pensioner sifatida ishlayapman. Mehnat shartnomam elektron tizimda ro'yxatdan o'tganmi? Oyligimdan to'lovlar to'g'ri ketyaptimi deb so'rang. Bu savol uyat emas. Aksincha, bu sizning qonuniy huquqingiz. 4-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, agar eski davr bo'yicha mavjud bo'lsa, elektron mehnat ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, farzand parvarishi davrini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun mutaxassisdan aniq so'rash kerak. 5-qadam. Agar xato topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Albatta yozma murojaat qiling. Murojaatda ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, avgust oyida pensiyam oshirilgan miqdorda to'lanmagan deb hisoblayman. Pensiya miqdorimni qayta tekshirib, hisob-kitob natijasini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Yozma javob keyingi bosqichda juda kerak bo'ladi. 6-qadam, arxiv hujjatlarini oldindan izlang. Agar siz yoki ota-onangiz Sovet davrida, ta'uning yillarida yoki yopilib ketgan korxonada ishlagan bo'lsangiz, o'sha ish joyining hujjatlari qayerda saqlanayotganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, tashkilotning vorisi yoki yugori idorasi bo'lishi mumkin. Arxivdan ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma oling. Ayniqsa yugori maosh olgan yillar pensiya hisobida foydali bo'lishi mumkin. 7-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabar ulanganmi? Kartada bloklov yo'qmi? Pensiya tushadigan hisob raqami o'zgarmaganmi? Bularni bankdan aniqlang. Ba'zan odam pensiyam kelmadi deydi. Aslida karta bilan bog'liq texnik muammo bo'ladi. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi haqidagi xabarlar chiqqanda ayrimlar pul qilib beraman, navbatsiz oshirib beraman, tizimga kiritib qo'yaman deb odamlarni aldashi mumkin. Hech kimga karta raqamingizni, SMS kodni, pasport nusxasini shubhali tarzda bermang. Pensiya masalalari rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. Agar kimdir pul so'rasa, juda ehtiyot bo'ling. Endi bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, malika opa pensiya oladi, lekin tikuvchilik sexida rasmiy ishlaydi.
Avgustda pensiyasi oshdi, lekin u hisoblaganidan kamroq. U nima qiladi? Avval iyul va avgust to'lovlarini solishtiradi. Keyin pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiladi. Ish joyidan rasmiy ishlayotganini tasdiqlovchi ma'lumotni oladi. Agar kerak bo'lsa, staj va daromad bo'yicha qayta tekshirishni so'raydi. Ikkinchi vaziyat. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil qorovul bo'lib ishlagan, lekin rasmiylashtirilmagan. Endi u shu 3 yilim qo'shiladimi deb so'raydi. Agar rasmiy hujjat bo'lmasa, isbotlash qiyin. Shuning uchun bugundan boshlab rasmiy mehnat shartnomasi talab qilish kerak. O'tgan davr bo'yicha esa ish beruvchi bilan hujjatlarni tiklash, buyruqlar, tabel, ish haqi vedomotlari bor yo'qligini tekshirish mumkin. Uchinchi vaziyat. Nafs opa pensiya yoshiga yetdi, lekin hujjatlarida 1992-1998 yillardagi staj ko'rinmayapti. U baribir oshirish bo'ladi. Kutaman demasligi kerak. U darhol arxivga murojaat qiladi. Ish joyi yopilgan bo'lsa, hujjatlar topshirilgan idorani topadi, pensiya jamg'armasiga dastlabki maslahatga boradi. Chunki pensiya bir marta noto'g'ri tayinlansa, keyin to'g'rilash mumkin, lekin vaqt va asab ketadi. Demak, 1-2 avgustdan pensiya oshishi hamma uchun quvonchli xabar, lekin ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun hujjat, rasmiy mehnat va tizimdagi ma'lumotlar masalasi juda muhim. Sizning pensiyangiz to'g'ri oshishi uchun eski stajingiz, rasmiy oyligingiz, ish joyingizdagi ma'lumotlar, bank rekvizitlaringiz va pensiya jamg'armasidagi hisob-kitoblar to'g'ri bo'lishi kerak. Men tavsiya qiladigan eng asosiy ishlar pensiya summasini solishtiring. Rasmiy idoradan tekshirtiring. Ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangizni nazorat qiling. Arxiv hujjatlarini yig'ing va har qanday muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Shunda siz menga kam to'lashdi, stajim kiritilmagan, oshirish menga tegmadi degan muammolarning oldini olasiz. Agar sizning pensiyangiz avgustdan oshgan bo'lsa, qancha farq bo'lganini izohlarda yozib qoldiring. Agar hali tushunarsiz holat bo'lsa, vaziyatingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya nafaqa olib berilmagan ish staji va to'lovlar bo'yicha yangiliklarni men sizlarga sodda, aniq va amaliy qilib tushuntirishda davom etaman.